Bemorimiz 30 yoshda, bizaga tez tomoq yiringlashi bilan bo'g'imlarda kuchli og'riq, yuragiga asorat berish, qansirash, tomog'i 1 yil ichida 10-15 martagacha yiringlab ketgan. Shu hisobiga bo'g'imlarga og'riq bergan, anginasini to'liq olib tashlaymiz, xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin, anginasi olindi, mana bu yiring mana bossa, issiqsi hali ham ichidan chiqyapti. Bu bechora bemorimizga to'xtamasdan o'sha zaharlab aziyat berib kelgan narsalardan bittasi hisoblanadi. Kimda mana shunaqa muammolar bo'lsa, vaqtida bartaraf qilib, ertaga revmatizmga o'tib ketib, yuragiga asorat berdi yoki jigarlarni zaharlamasdan oldin olib tashlash kerak bu narsalarni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizlarga ehtiyot qiling.